Menga bolalar rasmlarimni tashlashdim-ku. Shoshmang, uni ochishdan avval uning formatini tekshirishimiz kerak. So'nggi paytlarda turli davlat tashkilotlari va banklar nomidan kelayotgan qo'ng'iroqlar soni keskin ortmoqda. Firibgarlar o'zlarini bank xodimi yoki biror bir davlat tashkiloti xodimi sifatida tanishtiradi va sizga turli xil fayllarni, misol uchun, sizning eski rasmlaringiz, bolalikdagi videolaringiz, sud ijrosi haqidagi xat singari xabarlarni yuborishadi va siz bu fayllarni ochib, barcha o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringizni ularning qo'liga topshirasiz. Agar e'tiborli bo'lsangiz, soxta fayllarni aniqlash oson. Ularda turli xil imlo xatolari bo'lishi mumkin. Havolalar noaniq bo'ladi. Fayllar formati sizga notanish. Turli QR kodlar va aniq shaxsga yo'llanmagan xatlar va yana so'nggisi hozirgi kunda aynan elektron pochta orqali sizga rasmlar yuboriladi. Bu rasmni ustiga bosishingiz bilan siz o'z-o'zidan havolaga o'tib ketasiz. Shu sababli shubhali xatlarni ochmang, noma'lum havolalarga o'tmang. SMS orqali kelgan kodlarni, parollarni hech kimga bermang. Unutmang, bank xodimi hech qachon sizga qo'ng'iroq qilib, sizga SMS orqali kelgan kodlar, parollarni so'ramaydi. Unutmang, sizning shaxsiy xavfsizligingiz o'zingizga bog'liq.